Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 13-darsimiz nomer metodlari bo'yicha bugun ko'radigan metodimiz mass funksiyasining ABS metodi bo'ladi. ABS metodi nima qiladi? Sonning musbat shaklini mutlaq qiymatini qaytaradi. Ya'ni agar son manfiy bo'lsa musbatga o'giradi, musbat yoki nolni o'zi bo'lsa sonni o'zini qaytaradi. Kodni kopiya qilib olaman, qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu yerga tashlayman. Konsol logga shunchaki mass abc metodi chaqirilgan va ichiga qiymat sifatida berilgan. Ya'ni aytdikki, musbat bo'lsa o'sha sonni o'zini qaytaradi. Ya'ni o'nni o'zini qaytaradi. Ikkinchi qatoriga esa mass abc metodiga qiymat sifatida minus o'n berilgan. Minus o'n bo'lsa uni musbatga o'girib beradi. Ya'ni manfiy sonni musbatga o'giradi. Musbatni esa musbatligicha qoldiradi, manfiy sonni musbatga o'giradi. Va keyingi qatorda nolni mass abc metodiga nol qiymat sifatida berilgan va aytdikki, nol qiymat nol bo'lsa ham nolni o'zini qaytaradi. Qiymat musbat son yoki nol bo'lsa o'sha sonni o'zini qaytaradi. Terminalni ochaman va not numbers.ds deb ishga tushiraman. Mana birinchi qatorda o'yin chiqyapti, ya'ni nima musbat sonni o'zini qaytaryapti. Ikkinchi qator ham musbat o'yin chiqyapti, ya'ni minus o'nni musbat songa o'girib qaytaryapti. Va uchinchi qator nol chiqyapti, ya'ni nolni o'zini qaytarib beryapti. Buni kommentariya qilaman va keyingi kodga o'tamiz. Agar son string ichida bo'lsa-chi, buni tashlayman va mass abc metodiga string ichida minus 50 qiymati berilgan va natija 50 chiqishi kerak. Chunki mass abc metodi ham qolgan number metodlari singari string ichida son beradigan bo'lsa, uni raqamga aylantirib biladi, number tipiga o'zgartirib biladi va qiymat musbat 50 chiqyapti. Ya'ni minus 50 edi, manfiy edi va mass abc metodini o'zi buni numberga ham aylantirdi va minus 50 ni musbat qilib ham qo'ydi. Buni ham kommentariya qilaman va keyingi misolga o'tamiz. Bunda to'g'ri qiymat berilsa agar, ya'ni mass abc metodiga hello string deb berib berilgan, ya'ni bu ma'lumot turi string bo'lishi bilan birga, ya'ni bu yerda harf, ya'ni son emas, string ichida son bo'lgan taqdirda yuqoridagi misolga o'xshagan numberga aylantiradi, lekin bu yerda harf yozilgani hisobidan buni raqamga aylantira olmaydi va not number xatoligini beradi. Buni ishga tushiramiz. Not number xatoligi chiqdi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.